Bizi skandal urushlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kokoshda o'zimizni государственный klinikaga yotkizdirishdi. Eng zo'r klinikaga yotkizdirishdi. Juda ham palatalari go'zallikda, hamma yo'g'i go'zallikda, katta professorlarning qo'lida, nazoratida. Xudoyimga ming qatla shukr, dabitsa qildik, yotkizdirildi. Kim deb o'ylaysizlar, bu hammasini organizovat qildi. Oldida atrofida "Vayda!" deyotganlar emas. Munisa Rizayeva organizovat qilib, hammasini joylashtirib, yotkizdirib, hammasi go'zallikda, doktor nazoratlarida ertadan уже protseduralar boshlanadi. Xudo xolasa, bir oy, 1,5 oy ichida Kokosh o'zi istoriyalar yozib, o'zi efirga chiqib, o'zi intervyu berib, hammasini boshdan oyoq aytib beradi. Shu kasofat частный klinikalarga borib hech narsa qildirmaylar. Men hech qachon doktorlarni yomon deb chiqmayman. Men imенно частный klinikadagi o'shlarda aytdim. Mana bu MedPlus degan programma, bu eng meditsinskiy programmaning qimmati hisoblanadi. Biz Shoh Medcentrda ishlaganimda mana shu programmani qo'yganmiz. Davlatimizda hamma narsa kompyuterlashgan, programma qilingan. Vrachlarning xonasiga e'tibor beringlar. Shuning uchun biron bir vrach, biron bir xodimni yomonlashdan oldin, o'sha yerda yurtni yomonlashdan oldin ayrim odamlarni o'zini yomonlash kerak. Lekin mana davlatimiz shunaqa chiroyli sharoit qilib qo'yganlar. Hozir qarab, har bitta xonasidan Turkiya ham orqada qoladi, Amerika ham orqada qoladi. Xonalarni sterilizatsiyasi bizani уже kirgizishmayapti. Mana shunda hozir ham deb qo'yamiz. Hozir joylashtirib chiqib ketamiz. Xullas, hamma kompyuterlashgan, programmalar qilingan. Mana shu gapim sizlarga shu faqat davlat больницasiga kelinglar, boshqa gap yo'q. Ovqatlanadigan joylarini ko'rasizlarmi? Sizlarga bitta ko'rsatib beraman. O'sha частный klinikada qassobxonada ishlayotganlarni aytdim. O'zini o'likka solib, bugun ham polniy расходlarini to'layman, kerak bo'lsa notariusdan borib, hamma yo'q qilib beraman, unaqa qilib beraman, bunaqa qilib beraman. Yuringlar, notariusga borib yozib beraman, расходlarini to'layman, hammasini to'layman deb notariusga borishsa, hozir pasportim olib chiqib, uyiga qochib chiqib ketib, qaytib chiqmadi. Kokosh jonidan to'yib ketib, charchadim men уже. O'zimni pulimga lutchi davolanaman dedi Munisoba kelib. Absolutno государственный klinikamizda professorlarning qo'lida Munisoba orqali absolutno besplatno пересадка кожи qilinar ekan. Hamma yo'g'i qilinib, Xudo xolasa duo qilib tursanglar, 2 oyda Kokosh o'zi chiqib, hamma yo'qni podrobnostlarga aytib beradi. Mazolit qilmasdan bu temani tugatish payti keldi degan umiddaman. Blogerlarga, ba'zi birani Jasjan, Amirxon va boshqa blogerlarga tegishli. Iltimos, bespokойt qilmanglar kelib Kokoshda. Mana davlat больницасы qanaqa ko'rinishda. Bu davlat больницасы. Men sizlarga ожидаемыйsini ko'rsataman. Mana bloklarni ko'ringlar. Mana. Qaranglar. Kokosh уже charchab ketdi, уже jonidan to'yib ketdi mana. Mish-mish, ig'vo, gap, PR budan. Dam olsin bechora qiz. To'xtataylik bugundan boshlab Kokosh yaxshi qo'llarda, Xudo xolasa 1 oy, 1,5 oy ichida oyoqqa turib ketib, yaralari bitgandan keyin o'zi chiqib hammasini gapirib beradi. Hozir men sizlarga palatalarda больницani qo'yib qo'yaman. Iltimos blogerlar ha deb kelib, aktrisalarimiz ha deb kelib bespokойt qilavermanglar, просто так dam olsin, lecheniya olsin. Hamma yo'g'i bitib ketsin, keyin ko'rishib gaplashasizlar. PR uchun yugurib borib video qilishda umuman naverna keragi yo'q. Bo'ldi, to'xtatinglar. Yana bir ichki ishlar xodimlariga juda ham katta minnatdorchilik, kelib klinikani yopib, hamma yo'qni nazoratga olib, Sog'liqni saqlash vazirligi hamma yo'q aralashib, hozir katta tekshiruv ketyapti. Hamma zakon yo'q, unaqa yo'q, bunaqa yo'q deydi-yu, yo'q. Hamma yo'q po zakonu, Xudoga shukr, hammasi joy-joyida, hammasi tekshiruvda. Bu doktor Xudo xolasa jinoiy javobgarlikka tortiladi. Qarochi Kokosh yaxshi qo'llarda, duo qilib tursanglar, yaqinda oyoqqa turib ketib, o'zi hammasini aytib beradi. Postlarni ko'rasizlarmi? Medsestralar istoriya mana shunaqa registratsiyalar bilan o'tiladi. Har bitta narsa yonida papka bilan ochiladi. Shuning uchun
tanlayotganinglarda albatta e'tibor beringlar. Qayerga boryapsizlar, nima qilyapsizlar? Vrach yomon deyish oson, lekin vrach yomon deyishdan oldin sizlar bitta odamni hammani yomon deyishlar kerak emas. Shunaqa xizmat ko'rsatgan insonlar bor. Mana ko'ringlar hammanglar. Odamlar manaqa частный klinikalarga ishonib, o'zingizlarning sog'lig'ingizlarga zarar keltirmanglar. O'zimizni государственный, O'zbekistonning государственный klinikalari bor. O'sha joylarda davolaninglar, o'sha joylarda operatsiyalaringlarni qildiringlar. Bizda zo'r vrachlar bor. Necha kundan beri aytaman. Bu qassobxonani men imенно shu klinikani aytdim. Qassobxona yo boshqa hamma doktorlar degan joyim yo'q. Qassobxona deb imенно shu klinikani aytdim. Mana прекрасный professorlarni qo'liga topshirdik Kokoshda. Xudo xolasa oyoqqa turib ketib go'zallikda sizlarga aloqaga chiqadi. Allohga ming qatla shukr, shum ko'tarilib Halima opani holi tushmadi shu Kokoshni boshiga. Vovремя shum ko'tarib, mana joylashtirib, Xudo xolasa bugundan lecheniyalar boshlanyapti. Duo qilib turinglar. Professorlarimizga ham duo qilib turinglar. Ichki ishlarga ham duo qilib turinglar. Shuncha harakat qilishib joylashtirib qo'yishdi. Ko'rsaman, bular aynan borib, ko'rib, ikkita professor mana olib kelindi. Hozir mana shu yerda bemalol aytishingiz mumkin. Munisa o'zini kontrolida, tepada okean kontrolida. Halima opani situatsiyasida ham Yulduz opa, qolganlar hamma atrofini окружать qilayotganlar shu mixa ko'tarib voyda deb janjal qilishib yorganda, может быть endi qutqarib qolish ilojisi bo'lardi. Mana Xudo xolasa bugundan lecheniya boshlayapti. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Katta rahmat reaksiyalar uchun. Hammamiz sog' bo'laylik, ehtiyot qilaylik o'zimiz. Men sizlarni juda ham qattiq sevaman. Kokosh yaxshi, Jasmin. Hammasi yaxshi. Davlatga topshirdik. Hammasi kontrolda, hamma sterilni o'rta. Xudo xolasa hammasi joyida. Iltimos yana bir marta aytib o'tyapman, blogerlar klinikaga kelib bespokойt qilmanglar. Очень iltimos qilib aytgan gaplari. Bespokойt qilmanglar, PR uchun yugurib yurmanglar. Iltimos sizlardan tinch qo'yasizlar degan umiddaman. Tinchgina lecheniya olsin. Oyoqqa turib ketsin. Keyin ko'chada, Xudo xolasa, ko'chada gullak qilib yurganinglarda ko'rishasizlar.